siz Nima? Takrorlashim kerakmi? Hayotim, rais, sizni tanimayman. Iltimos meni kechiring. nima? Rais, hayotim, siz adashdingiz shekilli. O raisning oddiy qarindoshi. O'zi shunday dedi axir. 10 soniya o'tdi. Ertaga moliya bo'limidan maoshingni olib ket. U raismi? Qanaqasiga rais bo'lish mumkin? Rostdan ham shunday bo'lish mumkinmi? Bularning hammasi haqiqatmi? Janobjon, nihoyat siz bilan uchrashdim. Professor Yang bu yerda Biz zamonaviy jihozlar yordamida uydagi finjonni tekshirdik va bu nusxa emas, balki haqiqiy davlat chinnisi ekanligini aniqladik. Bahosi yo'q. Nusxasini o'zi 3 million turardi. Bu finjon esa haqiqiy davlat sovg'asi. demak ular ovqat pishirishda ishlatgan o'sha Maoitay ham haqiqiymidi? Va o'sha mashina kalitlari, 500 dan ortiq ko'chmas mulk, javonlardagi barcha mukofotlar, tog' bulog'i tasvirlangan rasm ham. Bularni barchasi Ular bu Maotayni qishloqdan kelgan kambag'al qarindoshi sovg'a qilgan deyishgandi. Men o'sha sizga aytgan qishloqdan kelgan kambag'al qarindosh.